بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث. الدرس السادس والعشرون. 26. ders. Şimdi bugünkü dersimizdeki öğrenmekte olan asasi gramatika ad-damair. Yani almaçla. Almaçla en burun muttasil ve munfasil deb ikkiga bo'lib olamiz. Yani ikkiga bo'linadi. Yani ulanma almash ve üzük almaşlar. Yani onun ismidan chiqib turibdi, ulanma almash ve üzük almash. Ulanma almash deganimiz fe'llar ve ismlar ve harflarga ulashib ketadigan almashlar. Üzük almashlar deganimiz fe'l, ism yoki harflarga ulashib kelgan, birlashib ulashib kelmasdan mustaqil ayrım işletildiğin almaçlar munfasil, yani üzük almaçlar buludu. Hem de bunu bizim kitabımız bu çenge vaktimizde munfasil, yani üzük almaç deganimiz telaffuzda 5'deki dediğin. Mesela biz dastlabda onu arkalı gap başlarla buladigan. İlladan keyin tushaydigan. İstisnanın harfi bo'lgan illadan keyin tushaydigan almaçlar damir munfasil buludu. Endi muttasil deganimiz joy desa talaffuzda uni boshlig'li bo'lmaydigan, ya'ni 5 kelmaydigan, illadan keyin tushmaydigan almaçlar muttasil almaç bo'ladi. Masalan, ana muslimdagi ana muttasil almaç. Chunki bu mustaqil jumlaning 5'ida keladi. Huwa talibun, o o'quvchidagi huwa bu jumlaning 5'ida keladi. Ma fahimat derse illa anta, dersni faqat sallam tushunding desa illadan keyin kelgan anta bu illadan keyin tushaldi. Mana bu muttasil almaçladi. Endi muttasil almash deganimizning misoli ra'aytuhu, darabtu, zahabtu degi tu, zahabna degi na qatorliqlarning hammasi muttasil almash bo'ladi. Endi biz avval munfasil almaçlar bilan muttasil almaçlarningki baş kelish holatini bir farqlantirib olaylik. Baş kelish holat degan nima desa, fa'il bo'lgan, ega bo'lgan holat demakchi. Ados munfasil almaçlarningki damair raf'il munfasil degani munfasil damirlarningki baş kelish holati qaysi desak, tuandagidek bo'ladi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bu hammasi baş kelish holatdagi üzük almaçlar. Bunu mustaqil ishlatkili bo'ladi. Endi baş kelish holatdagi almaçlarningki ulanma almaçları qaysi desa, biz bunu tushunish uchun cho'qim pillani kallamizda bir turlayalishimiz kerak. Avval masalan pillarni bir turlab boqaylik. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuma, zahabtu, zahabna. Mush pillarning hammasida ulanma almaç bor. Masalan qanday va? Zahabada tigida huvan birisi bor. Zahabada alif. Zahabudu wo. Zahabatda tigida hiyadin birisi bor. Zahabata da alif, zahabna da nun. Zahabta da ta, zahabtuma da tuma, zahabtum da tum, zahabti deki ti, zahabtuma deki tuma, zahabtunna deki tunna, zahabtu deki tu, zahabna deki namun. Hammasi muttasil baş kelish tikildigan almash hisoblanadi. Shunga olib turib bizim kitobda masalan zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna deki tala, shundaymi? Zahaba, zahabata, yazhaban, yazhaban, izhabadaki elifler. Ben mazi pılından misal kıldım. Mudari ve buyruk pılından hangisi ikilik kaldırdık eliflerin hangisi bu almaşı hesaplanırdı. Hangi köprüsünün vo'sa zahabu, yazhabuna, izhabuna yanındaki vo'la, tezhabine, izhabideki ya'la, hangi zahabne, yazhabne, izhabnedeki nimeler, nolların hangisi almaşı kösettiği o kitapta. Ama biz şimdi işte şu pilini turlayımız, pilinin içindeki yuşurun ve aşkar almaşının hangisi muttasil baş kelish halatdagi almaşıladı. Ma aniq tushunarlar. Baş kelishlik almash deganimiz ish harakatini yuz berdirgan almash deganlik. Undan keyin ma üzük almashlarniki, munfasil almashlarniki nasblik holati, ya'ni tushum kelishini, tushum kelish holati, zavarlik holati tuandagidek ifodalanadi. Masalan, biz cho'qim anaqa pildan birini akilib pilning to'ldiruvchi qilib baqsak bo'ladi. Masalan, üzük holati to'ldiruvchi qilib baqsak, agar ulanma holati to'ldiruvchi qilsak, zaraba hu uni urdi degan bo'ladi-ku. Ma ulanma holati qilsam, üzük holatini so'zlamoqchi bo'lgandan keyin zaraba iyahu deb qiladi. Shu bo'yin turlasak, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Mana hammasi üzük
ziverlik holatga almashlar. Endi ulanma ziverlik holatga almashlar. Tushuntirishga almashlar, muttasil tushuntirishga almashlar. Men bayatın darabaga misal keldim-ku, daraba hu deplam olmutlam kasi bo'ladi. Mush bir turlisak, darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Kitapta sa'ala misal akilliqku, sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna, sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum, sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakunna, sa'alani, sa'alana degandek oxirisidagi hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, i na deganlar hammasi tushuntirishga almashlar. Ya'ni ni degan ma'nosi qo'shilib turadi. Uni urdi, u ikkilarni urdi, ularni urdi, sizni urdi, sizlarni, meni urdi, bizni urdi degandek. Mavlaning hammasi nima hisoblanadi? Ulanma almashlarniki tushunirish holati bo'ladi. Endi zirlik holatiga kelsak, faqat muttasil almashlar ham zirlik holati o'qiladi. Chunki zirlik degan shu harf jar bilan bo'lg'achqa harf jar o'linib kelmasa, ayrim kelmaydi harf jar. Shuningdek, muttasil damirlar ham zir o'qilgan holatga keladi, munfasil zamirlar zir o'qilgan holatga kelmaydi. Masalan, kitobuhu desak, kitob muzof, hu muzof lay zir oldi degan gap shunda, ammo yoki lahu desak, lam harf jar o'qilgandan keyin uni zir o'qitdi, ikki holatda. Ammo shu bir turib taqsaq, lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna. Li lana degandek yuqoridagidek holatlarda an muttasil almashlar nima bo'lib turadi? Zir o'qilgan, iglik kelish holatda, jarlik holatga keladi. Demak, yuqorida biz muttasil muttasillarningki raf'ilik, nasbilik, jarlik holatini o'tib bu navbat kelib qolsa, biz o'zligimizni bilmasdan og'zimizdan to'g'ri holat chiqib ketalaydi. Endi imkoniyatlar bo'lib qolsa, munfasil zamir ishlatmaymiz. Faqat bulanmagan vaqtlarda andan keyin muttasilimiz bo'lmasa, imkoniyat bo'lsa, cho'qim muttasil zamir ishlatamiz. Unda bo'lsa, shu imkoniyatni asos qilib turgan asosda qancha o'rinda zamir munfasil keltirildi desa, munfasil zamir tundagidek bir necha o'rinda zamir munfasil keltiriladi. Masalan, birinchisi maf'ul fi'lning oldiga o'tish to'g'ri kelib qolsa. Masalan, na'budu ga bizning alaqa davom o'qiydigan sura Fatihada iyyaka na'budu degan bir iborat bor-ku, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in shundami? Iyyaka shada zamir munfasilninki mansub qismi iyyaka. Biz bayat iyyahu deb turib iyyaka deb o'qishu. Endi buni na'budu ka desa nima kelish kerak? Muttasil kelish kerak. Ammo bu yerdagi oyatning mazmun taqozosi iyyakani na'budu oldiga chiqishni taqozoga chiqa ka deganni. Ya'ni muttasil holatda na'budu oldiga chiqilib bo'lmaydi. Ya'ni kana abudu degan bo'lmaydi. Undan keyin cho'qim mana bunda o'rinda nima keltiramiz? Muttasil keltirmay, munfasil keltirib iyyaka na'budu degan shaklda keltiramiz. Bu bir. Ikkinchisi zamirlar atba harfidan keyin chiqib qolsa. Masalan, da'atuka va iyyah. Sizni va uni chaqirdim deganda vodan keyin chiqib qolibdi va hu degan bo'lmaydi. Shuni iyyahu deymiz. Illadan keyin chiqib qolsa, mara'aytu illa iyyak. Men sizni la ko'rdim deganda mara'aytu illa ka degan bo'lmaydi. Illadan keyin kapna ka bo'lmaydi. Shuni iyyaka deb munfasil kelamiz. Lekin muzafillaydan keyin chiqib qolsa, awasalatga da'vatul mudir iyana mudirninki bizni chaqirganligi sizga yetib bordimi degan o'rinda mudir muzafillaydan keyin yana zamir keltirib akib qo'ysak, u mudirning muzafillaydek vahmirib qo'yg'achqa, da'vatul mudiri na degan bo'lmag'achqa, shunga muttasil zamir akaga bo'lmag'achqa yana akilindi. Yoki muttasil zamir qo'lgan zamirdan keyin chiqib qolsa, masalan, a'taytuhu deb bo'lgandan keyin men uni berdim demoqchi bo'lsak, a'taytuhu deb bir zani zamir kelib bo'ldi. Mushu hu dinkin ya'ni hu deb bir zamir kelmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Uni muttasil akaga bo'lmasdan qanday qilamiz? A'taytuhu iyyahu yoki iyyaha. Masalan, ayna majalatul mudir. Mudirning jurnali qanday desa, uning javoban a'taytuhu iyyaha. Shu jurnalni mudirga berdim demoqchi bo'lsak, birinchi hu kelib bo'lgandan keyin ikkinchi qatim shu jurnalga qaytadigan zamirni a'taytuhu ha degan bo'lmaydi. A'taytuhu iyyaha deb munfasil keltiradi. Yuqoridagi o'rinlarda zamir muttasil keltirilib bo'lmag'achqa, zamir muttasil keltirilib bo'lmag'achqa, zamir munfasil keltiramiz. Bu bugungi darsimizdagi zamir, ya'ni almashqa munosabatlik mazmunlar. Endi yana bir diqqat qilsangiz kichkina nuqta.
Mastarlar biz sulasi mujarradning mastarlarini har xil dedik. Inshaalloh kitobning oxirisida mastarning shakllari bor, ammo bugun ko'rib qo'ydig'imiz fa'il o'lchimidami mastar keladi. Masalan, darsimizning tekstimizning ichida yusma'u raninul jaras deb bir narsa bor. Ya'ni qo'ng'iroqning jiringlagan ovozi, chilingan ovozi anglanadi deb. Bu yerda ranin fa'il o'lchimida ya'ni bo'ladi, mastar bo'ladi. Shu mastar ekanligini tushunib olsak bo'ladi. Bu nuqtalar tushunishib bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib tarjima qilib tahlil qilib beray. الدرس السادس والعشرون. يا أسامة، المراقب يطلبك في مكتبه. أريد أن آخذ معي زميلي هذين. لم يطلب المراقب إلا إياك. أخشى أنه نسي. إني وإياهما مشتركون في مسابقة السباحة. خذهما إذن. أين كتاب المدير يا إبراهيم؟ أعطيته إياه. وأين دفاتر الطلاب؟ أعطيتهم إياها. وأين مجلتي؟ أعطيتكها. متى أعطيتنيها؟ أعطيتكها أمس في مكتبك. أخذتها ووضعتها في الدرج. نعم، الآن تذكرت. ما اسمك يا أخي؟ أإياي تسأل يا أستاذ؟ نعم، إياك أسأل. اسمي عكاشة. التحقت بالمعهد اليوم، والتحق معي 3 طلاب من بلدي، هم في فصل آخر. يا أستاذ، أرجو أن تساعدني، فقد فاتتني دروس كثيرة. سأساعدكم وإياهم إن شاء الله. لن ننسى مساعدتك إيانا أبدا إن شاء الله. أراك تجيد اللغة العربية. من علمك إياها؟ علمني إياها أبي. اقرأ الآيات يا حامد. يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يخرجون الرسول وإياكم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يسمع رنين الجرس. هذا يوم زيارة المدرسين إيانا في المهجة. ننتظر المدير وإياك بعد صلاة العصر. سنزوركم إن شاء الله. عندي bir gap unutilib qolibdi Zimir to'g'risida. Daraja jihatda o'xshash bo'lgan. Daraja jihatda o'xshash bo'lganligini har ishkilisi g'oyib zamir, ya'ni 3-shaxs zamir, yoki har ishkilisi 2-shaxs zamir, yoki har ishkilisi 1-shaxs zamir bo'lib qolsa, buni gap qolgan vaqtda cho'qim zamir munfasil shaklda keltiramiz. Ikkilisi g'oyib, ikkilisi mutakallim, ikkilisi muxotab, ya'ni ikkilisi 3-shaxs yoki ikkilisi 2-shaxs, ikkilisi 3-shaxs bo'lib qolsa, 1-shaxs bo'lib qolsa, cho'qim bir-biridan ayrilib munfasil 2-zamir munfasil shaklda keltiriladi. Agar daraja jihati farqli bo'lib qolsa, birisi 3-shaxs, birisi 2-shaxs, birisi 1-shaxs, birisi 2-shaxs degandek o'xshamaydigan zamir bo'lib qolsa, bu vaqtda vasli ulab keltirsak, muttasil zamir keltirsak bo'ladi yoki fasli munfasil zamir keltirsak bo'ladi. Darsning jarayonida biz shuni tahlil qilamiz. Ya Usama, al-muraqib yatlubuka fi maktabihi. Usama, nazoratchi sizni ishxonasida chaqiryotdi. Yatlubuka ka zamir muttasil mansub, fi maktabihidagi zamir majrur muttasil. Har ikkilasi muttasil zamir. Chunki o'lishib keldi. أريد أن أخذ معي زميلي هذين. Men bilan bu ikki savatdoshimni elib olmoqchi, elishni xohlayman. Deyki, axuzning tagida anava. Bumi nima zamir? Muttasil zamir hisoblanadi. Ma'idagi yamu muttasil zamir. Zamilayadagi yamu muttasil zamir, ya'ni muttasil 1-shaxs. Lam yatlubul muraqib illa iyyak. Nazoratchi faqat sizni chaqirdi. Iyyak illodan keyin tushgan vaqtda qanday zamir keltiradi? Munfasil zamir keltiradi. Shunga o'xshab iyyak keltirildi. Akhsha annahu nasiya. Uni unutib qolganmiki deb ansiravatıman. Uni unutib qoldi deb ansiravatıman. Inni va iyyahuma mushtarikuna fi musabaqati sibaha. Men bilan bu ikkilan so'zish musobaqasiga qatnashadiganlar. Ana shunda atpa harfidan keyin kelib qolsa-mu, nima zamir keltiriladi? Munfasil zamir keltiriladi. Shunga iyyahuma va iyyahuma deb bo'dan keyin munfasil zamir keltirildi. Xudhuma idan, undaqda u ikkisini elib oling. Ayna kitabul mudir ya Ibrohim?
İbrahim Mudirning kitobi qani a'taytuhu iyyahu. Men uningga berdim. O'shada a'taytuhu dikuhu uchinchi shaxs, iyyahu dikuhu uchinchi shaxs, uchinchi shaxs. Mushta vaqtda nima keltirish vojib? ikkinchi zamirni munfasil keltirish kerak. Va ayna dafatirut tullab o'quvchilarning daftarlari qayerda? A'taytuhum iyyaha. Ularga u daftarni berdim. Ya-da bumi uchinchi shaxs, bumi uchinchi shaxs. Har ikkisi uchinchi shaxs nima bo'lg'ay? Ikkisini ikkinchi zamirni pastlik, zamirni munfasil shaklda keltiramiz. Va ayna majallati mening jurnalim qayerda? A'taytu kaha. Sizga uni berdim. Ya-da birinchisi kap, ikkinchisi ha. Unda o'g'andiki birinchisi ikkinchi shaxs, ikkinchisi uchinchi shaxs bo'lg'achqa darajada farqlangachqa bu ikkisini bir aqlam bunda shaklda keltirsak, ya'ni ulab keltirsak bo'laverdi. Mata a'taytaniha uni menga qachon berding? A'taytaniha ya. Birinchi shaxs, ha uchinchi shaxs bo'lg'achqa bu yerda muttasil zamir keltirsak bo'ladi. A'taytukaha amsi fi maktabik. Uni sizga tunugun ishxonangizda bergandim. Bu yerda yuqoridagidek. Akhaztaha va wada'taha fi durj. Uni elab, uni tatmangizga sap qo'ydingiz. Imshada ha har ikkisi zamir muttasil. Mansub. Na'am, shundaq. Al-ana tadakkartu hozir ism keldi. Ya'ni asldim. Tazakkartu diktu bu birinchi shaxs, nima zamir marfu muttasil zamir. Masmuka ya akhi? Qarinishim ismingiz nima? Masmuka dikka majrur ikkinchi shaxs muttasil zamir. Iyaya tasal ya ustaz. Ustaz, mendan so'rayapsiz. Anishada iyani cho'qim tasalning oldiga agili zarur. Agar keyinga kelib tasaluni ya ustaz degan bo'lsak bo'laveradi. Ammo oldiga agab qolganlik uchun iyaka na'budu o'xshash bu cho'qim muntasil kelish kerak. Na'am, iyaka asal. Sendan so'rayapman, ya'ni sendan so'rayapman. Ismi Ukasha, ismim Ukasha. Iltahaqtu bil ma'had al-yawm. Institutga bugun kirdim. Iltahaqa ma'i thalathatu tullab min baladi. Men bilan birga mening davlatimdan 3 o'quvchi kirdi. Ma'i ya damir majrur muttasil. Hum fi faslin akhar. Ular boshqa sinfda. Ya ustaz, arju an tusa'idani faqad fatani durusun kathira. Menga yordam berishingizni umid qilaman. Chunki menga nurg'un darslar o'tib ketdi. Fatat nidiki ya birinchi shaxs mansub, ya'ni tushunilish holatdagi muttasil zamir. Sa'usaidaka va iyyahum inshaalloh. Men sana va ularga Alloh xolis yordam beraman. Ammo o'rinda iyyahum bu atba harfidan keyin kelib qolganligi uchun qana keltirildi, zamir munfasil shaklda keltirildi. Lan nansa musa'adataka iyyana abadan inshaalloh. Biz sizning bizga bergan yordamingizni menga Alloh xolisa menga unutmaymiz. O'rinda iyyana, musa'adataka iyyana. Endi ka musaadata kadiki kap ikkinchi shaxs, iyanadagi birinchi shaxs ikkisi o'xshamagan vaqtda muttasil keltirsak bo'ladi, munfasil keltirsak bo'ladi, yo'qmi? Munfasil keltirildi. Araka tujidul lug'atlar arabiyya. Qarashimcha siz arab tilini yaxshi bilgansiz. Araka, ya'ni sizni arab tilini yaxshi biladigan deb qarayman degan gap, ha? Ya'ni ka to'ldiruvchi, ya'ni ikkinchi shaxs mansub holatga muttasil. Men allamaka iyyaha. Uni sizga kim o'rgatdi? Allamaka hu nima? Allamaka ha desam bo'laveradi. Ammo bu yerda allamaka iyyaha munfasil keltirishim bo'laveradi. Ikki daraja, ikki damir nimaga vaqtda ikki damir yoki mansub bo'lgan, hamda bir qoida bormi bu yerda? Mansub bo'lgan muttasil zamirdan keyin nima keltirilishi kerak? Munfasil keltirish kerak. Allamakadagi ka mansub bo'lgan muttasil zamir bo'lg'achqa bundan keyin chuqur munfasil shaklda keltiriladi. Sizga uni kim o'rgatgan? Allamani iyyaha abaha. Arab tilini menga dadam o'rgatgan. Allamani iyyaha. O'xshashlar mansub bo'lgan ni i degan zamirdan keyin iyyahani munfasil keltirish kerak. Iqro'il ayat ya Hamid. Hamid, oyatlarni o'qing. Yasta'izu va yubasmilu thumma yaqra. Panoh tilab, ya'ni a'uzubillah deb bismillah deb bo'lgandan keyin o'qiydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz darsning oldida tushungandek, asli na'budu ka nasta'inu ka keltirsin bo'ldi, ammo oyatning ma'no taqozosi kapni oldiga chiqishni taqozo qiladi. Muttasil zamir nimaga o'zgaradi? Muttasil zamirga o'zgarib iyyaka ga o'zgaradi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Mush oyatmi illadin keyin tushgan bu zamirga nima ishlatilindi? Iyyahu deb muttasil zamir ishlatilindi. Bizning bayatning qoidamizda illadin keyin munfasil zamir keltirgan qoida bor, ha? Yukhrijuna ar-rasula va iyyakum.
Atfa harfidan keyin iyyakum deb nima keltirdi? Munfasil. Atfa harfidan keyinmi munfasil keltiriladi. Bu bir qoida bor. Va inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Bu yerda aw degan atfa harfidan keyin iyyakum deb nima keltirildi? Munfasil zamir keltirildi. Yusma'u raninun raninul jaras. Qo'ng'iroqning janoban ovoz olmoqda. Ranin fa'il o'lchimida bo'lsin masdar bo'ladi. Hada yawmu ziyaratil mudarrisni iyana fil mahja. Bu o'qituvchilarningki bizni yotoqda yo'qlaydigan kun. Iyana. Endi muzofillaydan keyin nima qiladi? Nima keladi? Munfasil zamir keladi. Shu yerda iyana munfasil zamir keldi. Nantazirul mudir va iyyaka ba'da salatil asr. Mudir bilan sizni asr namozidan keyin kutimiz. Bu yerdagi iyyaka vodin keyin kelgachga munfasil zamir keltirildi. Nazurukum sanazurukum inshaalloh. Alloh xolisa sizlarni ziyorat qilib yo'qlab boramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.